Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 3-oyning 3-kuni chorshanba. Hammanglarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Amerika siyosiy sahnasidagi 3-nomorliq shaxs hisoblangan Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim 1-mart kuni Uyg'ur harakati tashkiloti tarafidan to'g'ri orqali o'tkazilgan suhbat yig'iniga qatnashish orqali o'zining Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini ochiq namoyon qilish bilan birga, bundan keyin Uyg'urlar masalasi haqida davomli eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatadiganligini bildirdi. Bu qitimqi suhbat yig'iniga Nancy Pelosi xonimdan boshqa yana Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal, Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Dr. Rishad Abbas, qurultayning bosh taftishi Oblikim Idris, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim qatorliqlar qatnashdi. Bu qitimqi muhokama yig'inidan keyin Nancy Pelosi xonim o'zining Twitter betida o'zining mushundoq bir muhokama yig'iniga qatnashganligidan bakmi xursand bo'lganligini bildirdi. U bu vaqtda yo'llagan uchurida savdo jihatdagi manfaatlarni ko'zlab Xitoydagi kishilik haqlarining dafsanda bo'lishi haqida so'z qilishdan boshlatsak, dunyoning hech qanday yerida kishilik huquq haqida so'z qilgudek hech qanday axloqiy nopuzimiz qolmaydi deb ko'rsatdi. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim bu qitimqi suhbat yig'inini o'tkazishdagi maqsad va yig'inning mazmuni haqida to'xtalib mundoq dedi. Uyg'ur harakati tashkiloti bo'lish sifatimiz bilan Nancy Pelosi xonimning Uyg'ur himoyagarligi uchun bejondillik bilan qilayotgan xizmatlariga tashakkur etish yuzasidan bir qitimliq suhbat qilish orzusida bo'layotganligimizni bildirgan edik. Chunki Nancy Pelosi xonim Uyg'urlar haqida 2 qitimliq qonun loyihasining muzakkara qilinishida izchil bu ishlarni eng zo'r darajada qo'llab keldi. Nancy Pelosi xonim shuncha oldirash bo'lsa-mu, ammo bizning talabimizni ilib atoyidan bu qitimqi suhbatimizga ishtirok qildi. Shunga bu qitim biz muhojiratdagi Uyg'ur jamoati nomidan uningga yana bir qitim bevosita minnatdorlik bildirdik va Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizdan xolis ko'ngil sovg'isini Nancy Pelosi xonimga yetkazdik. Uning bundan keyingi xizmatlarda, jumladan qishliq olimpik musobaqasini boyqut qilish xizmatida davomli haqiqat uchun so'z qilishiga tilakdoshlik bildirdik. Biz yig'inda nihoyatda ozoda va keng kushoda suhbatlashdik. Bo'libmi Biden hukumatining Uyg'urlar haqidagi reallikka nisbatan tavranmas mavqeda bo'lishining bakmi muhimligini Nancy Pelosi xonimga alohida tushuntirdik. Bo'libmi Xitoy hukumati sodir qilayotgan jinoiy qilmishlarning Xitoy bilan bo'lgan har qanday suhbatda ikkilamchi masala emas, aksicha markaziy temalardan bo'lishi lozimligini alohida tavsiya sifatida sundik. Bu qitimqi muhokama yig'iniga qatnashgan Dr. Rishad Abbas va Oblikim Idris apandilar o'zlarining bu qitimqi suhbat fursatidan foydalanib, navbatdagi Uyg'urlar duch kelayotgan eng og'ir masalalarni yuzturana holda Amerika hukumatining mushundoq bir yuqori darajalik amaldoriga bayon qilib beralganligidan bakmi mamnun bo'lganligini alohida ta'kidladi. Bu qitimqi muhokama yig'iniga qatnashib alohida so'z qilgan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal apandi bu vaqtda to'xtalib, navbatda Amerikada hokimiyat beshida turayotgan Demokrat partiyasiga mansub Nancy Pelosi xonimning o'tgan yillardan buyangi Uyg'urlarga doir ko'plagan masalalarda izchil haqqoniyatni himoya qilish, shundaqla Uyg'urlar haqidagi qonun loyihalarining ma'qullanishida turli to'sqinliklarga duch kelganda, buningga dog'dam yo'l ochishga jur'at qilishdek shijoatiga alohida opirin o'qishga arziydiganligini. Mushundoq bir halqiliq paytda uning yana bir qitim Uyg'urlar haqidagi maxsus suhbatga qatnashishining hamda o'z qarashini ifodalab Uyg'urlarni himoya qilishining zo'r ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. 45 Yevropa davlatidagi yerlik muftiylar va imomlardan tashkil topgan Yevropa musulmonlar munbirining 2-mart to'g'ri orqali chaqirilgan muhokama yig'inida Sharq Turkiston musulmonlari masalasi asosiy tema qilindi va yig'in oxirida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini ayplash va Xitoydan bu xil jinoiy qilmishlarni darhol to'xtatishni talab qilish haqida o'rtaq qaror ilindi. Bu qitimqi yig'in Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning bevosita tashabbusi bilan chaqirilgan bo'lib, yaqinda Dolqun Aysa apandim Yevropa musulmonlar munbirining raisi Abdulvahhad Niyozu apandi bilan ko'rishib, ulardan butun dillarning ashaddiy dushmani hisoblangan kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston musulmonlari ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarata jiddiy inkos qaytarishni iltimos qilgan edi. Yevropaning yerlik musulmon xalqlariga vakillik qiladigan Yevropa musulmonlar munbiri Yevropada bo'libmi Rossiya va Balqonlarda nihoyatda kuchli nopuzga va ta'sirga ega bo'lib, mazkur munbarning 2-mart kuni Qur'on tilovati bilan boshlangan muhokama yig'inida tunji bo'lib Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimga vakolatan Qurultoy Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban apandi so'z oldi. G'ayur Qurban apandi yig'inda qilgan so'zida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari, bu lagerlarga qamalgan millionlagan yerlik xalqlar duchor bo'layotgan xo'rliqlar,
majburiy emgak silish maydonlari, shundaqla Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqni majburiy dinsizlashtirish uchun ilib berayotgan razil qilmishlari haqida nihoyat tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. G'ayur Qurban apandi so'zda yana muqaddas Qur'oni Karimlarni ko'ydirgan, jami va mazorliqlarni chiqib tuzlayotgan, iymon etib ibodat qilgan insonlarni turma va lagerlarga qamayotgan Xitoy hokimiyatining islomiyatning eng zo'r dushmani ekanligini Amerika, Kanada, Gollandiyada g'arb ellarining Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib rasmiy qaror qabul qilayotgan bugungi kunda ko'plagan islom ellarining Xitoyning bu xil vahshiyligi oldida sukut qilib turayotganligidan butun Sharq Turkiston musulmonlarining qattiq afsuslanış tuyayotganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Yevropa musulmonlar munbirining raisi Abdulvahid Niyozi va Yevropa davlatlaridagi 20 nafarga yaqin mufti, imom va shayxlar bu qitimqi yig'inda qilgan so'zlarida Sharq Turkiston musulmonlari uchrayotgan zulmlardan qattiq dahshatga tushganligini ifoda qilish bilan birga, bundan keyin Xitoyning bu xil zulmlarini fosh qilish va uni to'sish uchun butun kuchi bilan tirishchanlik ko'rsatadiganligini bildirishdi. Muhofizatchi gazetining 1-mart bergan xabariga asoslanganda Kanada va Gollandiya parlamentida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizgan siyosati irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilingandan keyin Avstraliya parlament a'zolari Avstraliya Kengash palatasida o'xshash shaklda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb tonishga chaqirgan. Janubiy Avstraliya mustaqil Kengash palata a'zosi Rex Patrickning so'ziga qaraganda, bu taklif loyihasi Kengash palatasining 15-martdagi kun tartibiga qo'yildi ekan. U yana bu loyihaning Avstraliya xalqaro jamiyatga qatnashishga hozirlanayotgan paytdagi asosli partiyalarning siniqi hisoblanadiganligini ta'kidlagan. Avstraliyada yashayotgan Uyg'ur jamoatimi oldingi hafta Victoria maydonidan Janubiy Avstraliya parlament binosiga qadar ommaviy yurish va namoyish faoliyati ilib borgan bo'lib, Avstraliya hukumatidan Amerika, Kanada va Gollandiya qatorliq davlatlarga o'xshash Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizgan jinoiy qilmishlarini rasmiy holda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilishni talab qilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayının təşəbbüsü bilan 2020 yılı 9 ayının 3 günü Londonda qurilgan Xalqaro Uyghur Sud kollegiyasi özünün tunji sotini bu yıl 6 ayının 7 günü Londonda ötküzüşke hazırlanmaqda. Xalqaro Uyghur Sud kollegiyasining bosh sotchisi Jeffrey Nice apandining matbuotlarga bildirishicha, mazkur sotning 8 kishidan tarkib topgan baholash hay'ati bu yil 6 ayının 7 kuni 50 nafarga yaqin guvohchini va arzdorlarni Londonga taklif qilib, oldi bilan ularning Xitoyning ustidan qilgan arz shikoyatlarini anglab chiqadi. 6 ayda o'tkaziladigan tunji qitimli sotqa Xitoyning Angliyadagi bosh elchisi taklif qilingan bo'lib, ammo hozirgacha Xitoy elchisi Xalqaro Uyg'ur Sud kollegiyasining taklifiga javob qaytarmagan. Xalqaro Uyg'ur Sud kollegiyasining bosh sotchisi Jeffrey Nice apandi bo'lsa, ayni chog'da Markaziy Gollandiyadagi Xalqaro adolat divonida sobiq Yugoslaviya prezidenti Milosevichni sotlagan dunyoga mashhur sotchi bo'lib, xalqaro qonun sohasida yuqori inovatga ega shaxslarning biridan iborat. Xalqaro Uyg'ur Sud kollegiyasi 8 nafar baholash va hukm chiqarish hay'atidan tarkib topgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi hozirga qadar sud kollegiyasiga Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga munosabatlik 14 ming betlik arznoma sundi. Xalqaro Uyg'ur Sud kollegiyasi sudlash va hukm chiqarish xizmatlarini bu yilning oxirigacha tamomlab bo'lishini plan qilmoqda. Bu sud kollegiyasini qurib chiqishdagi maqsad shuki, garchi Xitoy davlati xalqaro irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat bo'lsa-mu, afsuski Xitoy bu deloning xalqaro jinoyat sudida yoki har qanday bir xalqaroliq adolat sudida ko'rilishiga qarata to'sqinlik qilish imtiyoziga ega. Ammo xalqaro Uyg'ur Sud kollegiyasi bu vaqtda nopuzluq va tarafsiz holda hukm chiqara oladi. Bu sud hech bir oldin hukm va yoki taxminga asoslanmagan holda dalillarni tekshirib, barliq bor bo'lgan materiallar va faktlarga qarab oxirgi hukmnomani e'lon qiladi. Hukumatlar va xalqaroliq tashkilotlar o'ttirg'i chiqqan shu dalil asosidagi hukmnoma orqali o'zlarining xalqaroliq majburiyat va javobgarliklarini to'nib yetadi. Agar Xitoy davlatining Uyg'urlarga qaratgan qasddan o'ldirish, qo'l qilish, o'rinsiz turmaga silish, qiyin qistoq, bosqinchilik va boshqa jinsiy zo'ravonlik, majburiy tug'mas qilish, majburiy g'oyib qilish, bolalarni ota-onalaridan majburiy ayirib etish, majburiy to'y qildirish va inson organlari tijoratidagi boshqa jinoyatlarni sodir qilayotganligi Xalqaro Uyg'ur Sud kollegiyasi tarafidan rasmiy isbotlanib hukm chiqarilgan taqdirda, bu hukm har qaysi davlatlar va xalqaroliq organlar uchun zo'r qonuniy asos bo'la oladi. Amerika Davlat Majlisining a'zosi Ted Cruz 2 mart kuni Davlat Majlisida so'z qilib, Xitoyning Amerikaga eng chong tahdid ekanligini ta'kidlagan. U so'zda Huawei shirkatining Xitoy kompartiyasining sodiq josuslik organi ekanligini, Amerikaning cho'qim bu shirkatni o'zining kuzatish va diqqat qilish tizimligiga kirgizishi kerakligini eskartgan.
Bu yana Xitoyning kelgusida Amerikaning davlat xavfsizligiga nisbatan eng chong geosiyosiy tahdid shakllantiradigan bir kuch bo'lib qoladiganligini qayta tilga olgan. U mundaq degan: Xitoydan keladigan tahdidlarga taqobil turish uchun tövandagi 4 tadbirni elishimiz kerak. Birinchi, o'zimizni Xitoyning josuslik harakatlari va uning buzg'unchiligidan qo'g'dishimiz kerak. Ikkinchi, muhim boylik manbalarimizning ta'minlash liniyasidan Xitoyni ayirib tashlashimiz va ularni Amerikaga qaytarib kelishimiz kerak. Uchinchi, barliq savdo sanoatlarimizni Xitoyning sistemalik qiyin qistoq, o'ldirish va irqiy qirg'inchiligini o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsandichiliklarga oralashib qilishdan saqlashimiz kerak. To'rtinchi, davlat manfaatimizni qo'g'dash uchun keskin raqobatga tayyorlanishimiz kerak. Amerika Davlat Majlisining Kengash palata a'zosi Ted Cruz izchil holda Amerikaning Xitoyga qarshi qattiq pozitsiyada bo'lishini tashabbus qilib kelayotgan siyosatchilarning biri. Mustabid Xitoy hokimiyatining lager shohidlariga qaratgan ishki tashqi hujumlari va tahdid haqoratlari yuqori pallaga ko'tarilgan hozirgi bir paytda vatandagi urug' tuqqanlarning izdirikini qilib o'tgan yilning oxiridan buyon har kuni degudek Turkiyaning Istanbuldagi konsulxonasiga yaqin joyda norozilik namoyishi elib berayotgan lager qurbonlari yaqinlarining namoyish maydonida Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va jinoiy qilmishlarini xalqaro jamoatchiligiga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan Mehrgul Tursun, Gulbahor Jililova, Sumrat Davud, Umar Bakali, Gulbahor Xotivaji, Qalbinur Sidiq, Tursunay Ziyoudin, Gulzira Avulkan, Sayragul Savutbay qatorliq 9 nafar lager shohidining rasmlarini ko'tirib chiqishi chatal matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Oldingi kuni namoyishga qatnashgan ba'zi Uyg'ur xonimlar yuqorqi 9 nafar jasur lager shohidining rasmlarini maydasiga esib chiqish orqali o'zlarining bu qahramon lager shohidlariga bo'lgan cho'nqur hurmati, sevgisi va qo'llashini ifoda qilishdi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarida ming o'lib, ming tirilib zo'r mushaqqatlar bilan hayotini qutqizib, chatalga chiqib olish fursatiga erishgan yuqorqi lager shohidlariga qaratgan hujum va tahdidlarni uzluksiz kuchaytirishi, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va chatallardagi Uyg'urlarning qattiq g'azab nafratini qo'zg'amoqda. Hozirga qadar bu jasur lager shohidlari izchil turda Xitoy hokimiyatining va uning boshqarishidagi matbuotlarning hujum qilish, qoralash va tahdid silish nishonlarining biri bo'lib keldi. Bo'libmi Angliyaning dunyoga donliq BBC axborot kanalining Sharqi Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan ayol tutqunlarning Xitoy erlarining kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonligiga uchraganligi haqidagi xabar doklati e'lon qilingan 2-fevral kunidan buyon Xitoyning lager shohidlariga qaratgan bu xil hujumlari yuqori pallaga chiqdi. Yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu 9 nafar lager shohidiga jasorat mukofoti bergan va chattallardagi butun Sharqi Turkistonliklarni bu qahramon lager shohidlariga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam berishga, ularni qo'g'dash, asrash va qadrlashga chaqirgan edi. Xalqaro ayollar bayrami munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komiteti tarafidan 7-mart kuni ayollarimizning milliy da'voyimizdagi o'rni degan temada maxsus muhokama yig'ini o'tkazildi. Tor orqali o'tkaziladigan mazkur muhokama yig'iniga har qaysi allardagi ko'zga ko'ringan Uyg'ur ayol aktivistlarimiz ishtirok qildi va 7-mart yakshanba Berlin vaqti tushdan keyin soat 15 da boshlanadigan yig'inning naq maydon ahvolini Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining YouTube sahifasidan to'liq ko'ra olasiz. Bu ahamiyatli suhbatni qochirmang va xonim qizlarimizga madad bering. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qaytamiq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.